Bo'lar ish bo'ldi. Endi akam bilib qolsa nima qilasan? Agar siz akangizga hech narsani aytmasangiz, maza qilib yashab yuraveramiz. Okey, g'alati emasmi? Turgan mashinani kelib urishingizni qarang, ey. Bo'la qol, ne emiliysan? Tinchlikmi? Ukam senga nima telefon qilyapti? Menga qara, gap qisqa qilaman. Menga srochno pul kerak bo'lib qoldi. Bitta mashinani urib oldim. Bu narsa qilsak bo'ladimi? Tuzukmisan? Aka, uzr. O'rtog'imga qilaman deb chiqinayimga qo'yarimman. Qayerdasan hozir? Lakkas tashlab boraman. Bo'ldi, hozir lakkas tashlab yuboraman Telegramni. Xo'p, rahmat. Tinchlikmi adasi, nima bo'pti ukajonga? Tinchlik emas-da. Ukam mashina suryapti. Bo'la qani pul tez olib ber menga. Bo'ladi adasi. Bo'pti, men ketdim, xo'pmi? Ukangizdan kuni ham ish chiqazib turadilar. Bugun vaqtliroq keling, siz yaxshi ko'rgan ovqat qilib qo'yaman. Bo'pti, harakat qilaman tezroq kelishga. Nima bo'ldi, og'ayni? 1 soat o'tib ketdi-yu, yo gai chaqiraymi? Aka, bo'ldi, hozir hal qilamiz. Alo. Siz jinni bo'lib qolganmisiz? Nima menga telefon qilyapsiz? Akangiz bilib qolganlarda nima bo'ladi? Yuragimga sig'mayapti, seni ming'ir-ming'iring. O'zim qilaman senga. Menga qara, jonga tegding-ku, puling yo'q bo'lsa, yo'q deb qo'ya qolgin. 1 soatdan beri men vaqtimni olsin. Hal qilish kerakmanmi ishni? Nima bo'lyapti? Gapir tez-tez. Tinchmisiz? Nima bo'lyapti o'zi? Ha, siz hal qilasizmi problemani? Ha, men hal qilaman. Adashmasam, banfer o'zi ketgan ekan. Vahma qiladigan narsa emas-ku. Mana $200. Banferingiz narxini bilmayman. Rozimisiz? Shuni sal tezroq hal qilsa ham bo'lardi-yu. Ko'zingga qarab yurgin keyin safar. Rahmat aka, boringizga shukr. Boshingni egma bunaqa. O'zingga hech narsa qilmadimi? Men turmoq endi. Mana olgin-da. Mahallada ustiga tushasan, mashinani cho'tga qilib beradi. Ozgina shoshilaman, keyin gaplashamiz. Rahmat aka.